Har bir odamning hikoyasi bor, lekin ba'zilarning hikoyasi millionlab odamlarni ilhomlantiradi. Bugun siz va biz birgalikda shunday insonning hayotiga sayohat qilamiz. Oddiy bola otasiz ulg'aydi, maktabni tashladi, qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdi, ammo orzularidan voz kechmadi. Bugun esa u dunyo bo'ylab tanilgan tadbirkor. Uning ismi Iman Gadji. Everyone wants to know, how the did Iman Gadji make so much money? Some people think it was from courses, some people think it was from software, some people think it was from Iman bolaligida katta hashamat ko'rmadi. Otasi uni tashlab ketganida u juda yosh edi. Onasi yolg'iz, pul topish uchun tinmay ishlardi. Iman esa erta ulg'aydi. U tushundi, agar u harakat qilmasa, hayot o'zgarib qolmaydi. Siz ham hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, oddiy tugmachani bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Bu tugma sizni boy qilmaydi, lekin men sizni har kuni ilhomlantirib turaman. Iman 14 yoshdayoq onasiga yordam berish uchun ishlay boshladim. Yuk tashida, kichkina joylarda xizmat qildi. Pul kam, orzular katta, lekin bir kuni u o'zini boshqa dunyoda ko'rdi. Internet, TikToklar, o'zini rivojlantirish bu uning hayoti butunlay o'zgartiradigan narsa edi. Uning do'stlari vaqtini o'yin-kulgi bilan o'tkazayotganida Iman o'ziga bilim yig'ayotgan edi. Chunki u bilardi, hayot faqat o'qituvchilar aytgan narsalardan iborat emas. Aytgancha, agar siz ham hozir kompyuter qarshisida o'tirgan bo'lsangiz, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Pastdagi tugmadan obuna bo'ling. Obuna bo'lmasangiz, Iman o'zi kelib sizni reklama kursiga yozib qo'yishi mumkin. Iman 16 yoshda birinchi biznesini boshladi. Marketing agentligi. Odamlar kulib qo'yishdi. Bu yosh bola bizga nimani o'rgatadi? Lekin Iman o'ziga ishonardi. Birinchi mijozdan $300 topdi. Uchrashuvlarga borar, rad etilar, qayta o'rnatdi. U ko'p marta yutqazdi, lekin bir narsani tushundi. Yutqazish yo'lning oxiri emas, yutqazish bu o'rganish. Iman o'z agentligini rivojlantirdi. U safarlarga chiqdi, dunyo bo'ylab mijozlar bilan ishladi. Bir payt kelib u nafaqat biznes qildi, balki boshqalarga ham o'rgatishni boshladi. O'quv kurslari, seminarlar, master klasslar u minglab yoshlarga motivatsiya berdi. Bugun Iman Gadji millionlab odamlar uchun ilhom manbai. U hech narsadan boshlab bugun dunyoda tan olgan biznesmen, lekin u shuni unutmagan, hammasi onasi uchun edi, oilasi uchun edi. Bu hikoya sizga ham bitta narsani eslatadi: imkoniyatni kutmang, imkoniyat yarating. Iman Gadji hech narsasiz boshladi, bugun esa dunyo uni biladi. Endi navbat sizda. Sizni hikoyangiz qachon boshlanadi? Ana endi videoni yopmasdan oldin obuna tugmasini bosib qo'ying. Bo'lmasa men sizni topib 2 soatlik marketing darsini majburan eshitiraman. Telegram kanalimizga ham o'tishni unutmang. Link pastda yoki kommentariyada, u yerda biz eng maxfiy sirlarni qoldiramiz. Biz bilan bo'lishni xohlaysizmi yoki yo'qmi? Qaror sizniki. Lekin bilib qo'ying, bizni kuzatayotganlar boshqacha odamlar bo'lishadi.